orasida ancha muncha tajribalilari ham bor. Yaxshi bilasiz, yil boshida, aniqrog'i bahorda yodingizda bo'lsa, mana Muhammadali O'rinboyev bizga namoyish etilmoqda. Koreyaliklar Marokashga nimchorak finalda imkoniyatni boy berishdi 1-2 hisobida va musobaqadan chiqib ketish. Shu bilan birgalikda Osiyodan chorak finalga bor, Osiyo chempionatidan muvaffaqiyatli o'tib Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritish kerak. Men esa yaxshi niyat bilan Olimpiadaga borishadi va Olimpiadadan ham chiqishni maqsad qilishadi deb aytmoqdaman. Buning uchun bugungi kundan ish boshlab bo'lindi. Bugungi kundan olis tarix emas, kelajakni olis kelajakni ko'zlagan holda qanot vakillari o'yinga kirishadi. O'rinboyev esa jamoaning yuragi, buni yaxshi bilasiz. To'pni yuqoridan jamoaga yetkazib beryapti. O'zi darvozabon qo'li bilan urib yubordi. Muhammadalining o'ziga qaytib kelyapti. To'p qabul qildik. Ofsayd yo'q bu yerda. Texnik fint bilan to'pni to'g'rilab olishga harakat qildik, lekin o'tib keta olgani yo'q. Biroq baribir to'pni saqlab qoldi. Kombinatsiya davom etadi. Atay o'tkazib yuborildi. Zarba! Ikkinchi daqiqada hisobni ochishga yaqin kelgandik-ku, biroq omadimiz kulib boqmadi. Hujumni takror Atayn o'tkazib yubordi. 15-raqamdagi Meyerbek Rejabaliyev. Lekin Qozog'istonliklar to'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'lishdi va bir qancha bo'shliqlarga ega bo'lishmoqda. To'p jarima maydonchasiga olib kirildi. Zarba berish imkoniyati bor. To'xtatish kerak shu yerning o'zida va bartaraf etilgandek bo'ldi, ammo hujum davom etadi. Oxirgacha kurashdi ikki tomon ham. Yakunda zarba ichkariga uzatib bermoqda. O'tgani yo'q to'p. Tan olish kerak, nazarimda menga shunday ko'rinyaptiki, Qozog'istonliklar nisbatan bo'ydorroq, bu sariq bilan tugaydigan holat. Majbur bo'ldi. Markaziy himoyachi Dilshod hujum rivojlanib ketmasligi uchun mana bu tariqa to'pga yeta olmasligini bilardi. O'rmonjonov va mana bu zarba Muhammadali O'rinboyevga tegishli. Bir aylanib oldi. To'pni o'ziga to'g'riladi, moslashib. Darvozabon Miras Richard Muhammadali sal qoldi. Raqibning nisbatan qoida buzishi mumkin edi. Muhammadali O'rinboyev tizzasi tortib qoldi menimcha, mushaklari tortib qoldi va bilasizmi, qoida buzyaptimi deb o'ylagandim, bilmadim. Shu holatdan keyin birdaniga to'xtadi va quladi ham. Chap oyoq tizzasida mushaklar tortib oldi Muhammadali. Bu juda yoqimsiz holat futbolchilar uchun. Juda ham yoqimsiz. Mana. Bilasizmi, menga boshqacharoq ko'rindi. Mana bu rakursda boshqacharoq tuyuldi. Menga raqibini ortidan ochiq-oydin turtib yubormoqchidek tuyulgan, ko'ringandi. Vaholanki, ushla O'rmonjonovga orqaroqdan sherik yetib keldi. Rizoqulov to'pni yuqoridan jarima maydoniga uzatyapti. Kurashda qatnashdi terma jamoamiz vakillari Said Nurullayev va Saydumarxon. Qoidani buzish bilan birgalikda sariq ham olyapti maydondan. Bu esa Muhammadali O'rinboyev. Shubhasiz hamma Rizoqulov, Abdullayev, Rejabaliyev va bo'ldi. Uchrashuv bosh hakami Abdurashid Xudoyberganov hushtak chalib birinchi taym yakuniga yetganligini ma'lum qilmoqda. Demak, muhtaram do'stlar, birinchi taym tugadi. O'zbekiston U20, Qozog'iston U21 jamoalari o'rtasidagi bahs. U21 Qozog'iston jamoalari o'rtasida o'zgarish amalga oshirildi. Qozog'istonliklarda birinchi taymdan keyin 0 julga o'tishmoqda. Yan Trufanov aniq tarzda sherigi. Kim bor bu yerda? Bu yerda Rizoqulov bor. Markaz tomon yuryapti Rizoqulov. Futbolchi ichkarida yiqilib tushdi va menimcha bu jarima. Hamda sariq ham bor ekan. Penaltimi
Yo'q, bu asoslarga vakil edi. Keling ko'ring. Ha, bu ichkarida. Bu penalti edi. Yoki jarayon boshroqida boshlandi, ichkariga kirmasdan boshlandi. Lekin takrorlavani ko'rdik, chindan ham ichkarida emas ekan. Ichkariga kirib yiqilgan taqdirda ham mana bu zarba jonli devordan to'p yuqoridan to'p to'g'ri darvozaga yo'naltirildi. Darvozabon sal oldinroqqa chiqqanligini ko'rdi. Himoyachimiz qolib ketdi va tezroq ortga qaytish zarur. Yan Trufanov ichkariga zarba. Mana shu lahza, yo'q, bu Yan Trufanov emas ekan, olisdan shunday ko'rindi-yu, bu yo'q hech qanday ofsayd, hammasi qoidada, qanday bo'lsa shunday, risoladagidek, faqatgina oxirgi zarba Valgushovda kutilgan darajada chiqmadi. E'tibor bering, mana Qozog'istonda zaxiradan maydonga yaxshi pas, ajoyib. Ichkariga kirib bordik. Zarba noaniq. Zarba muallifi. Yana u yog'iga ham ajoyib pas bo'ldi o'rtaga. Reymov oldinga qarab boryapti. Oxirgi pallada zarba berguniga qadar Muhammadxanov xalaqit qilishga ulgurib qoldi. Mana qarang, Muhammadxanov yetib kelmoqda, tashlandi va mana shu xalaqit qildi. Yechmadida sariq olardi. Mana bu xavfli. Muhammadxanov tomonidan olis burchakka yuqoridan 9likni mo'ljallagan holda yo'naltirilganda, chindan ham xavfli. Hop, egalladik. Xo'sh, va mana gol! 84-daqiqada himoyadagi qo'pol xato. Men ancha maqtagandim, yaxshi taassurot qoldirganda Qozog'istonning markaziy himoyasidagilar Temurlan Murzagaliyev hamda Ruslan o'ziga biz ko'rdik bir necha bor Abramovni Usmon Toshev bilan birgalikda. Yana bir bor kuzatamiz. Bu yerda bilasizmi, raqibni bu Murzagaliyev ham emas ekan. Bu xavfli. Boshlandi. Juda ham yaxshi. Sariq. Narigi tomonga ham ko'rsatgan ma'qulroq edi menimcha. Bilasizmi, oshirib yubordi Qozog'iston jamoasi sardori. Ko'rsatish kerakdir balki bunga ham. Rostdan ham oshirib yuboryapti, qarang. Qo'pollik bor, xavfli o'yin, uzr so'rayapti borib turib va uzrni qarang, jahl bilan qabul qilishni istamadi-da. Bu yog'iga bizning vakilimiz ham kerak bo'lmagan ishni amalga oshirdi. Mayli, xoh. To'p qoldi bizda. Yana qoldi, endi tepish kerak demoqchi edim. Tepildi ham. Ko'rgan vaqt yakuniga yetib bo'ldi. Outdan to'p o'yinga kiritilgan zahoti bahs yakuniga yetdi. Va raqib jamoa sardori ana hozir shunaqa holat bo'ldi. Mana bu o'yinchi boya sariq olgan Abdug'ofur Haydarov. Hozir to'g'ri. Yangi Tigo 7 Pro. Cherry avtomobillari ichida eng ko'p sotilgan modeli. Rasmiy dilerlik markazlarida bepul haydab ko'ring.